Mana ko'rishingiz mumkin, saytning eng tagida IFF Global LLS yozuvi turibdi. Ularning aytishi bo'yicha Dubaydan ro'yxatdan o'tgan bu profil. Aslida ularda hech qanaqa kapital yo'q. Aslida ular faqat imtihon, ya'ni imtihonga kirish pullaridan, ya'ni challenge pullaridan daromad ko'radi. IFFfound.com sayti nima uchun sizni nomingizda emas yoki tashkilotingiz, MCJ yoki boshqa jismoniy shaxs bo'lgan taqdirda ham nima uchun sizni nomingizda emas? To'lovlar ixtiyoriy deb yozilgan, ya'ni ular to'lamaslik huquqini o'zida saqlab qolgan, ya'ni ular xohlasa to'lamayman degan. Bular har tomonlama mas'uliyatni o'zidan olib qochyapti. Har tomonlama bularning kompaniyasi mavjud emasligi, har tomonlama to'lovlarni o'zlari qabul qilmaslikka harakat qilishadi. Assalomu alaykum, YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Demak, sizlar bilan takrorlanmas robotlar jamoasi. Demak, bugungi videomizda biroz boshqacharoq mavzu haqida gaplashamiz. Pro firmalar haqida albatta video qo'ygandik, yodingizda bo'lsa. Agarda kim bu videoni ko'rmagan bo'lsa, mana shu siz ko'rayotgan videodan avval mana shu men tavsiya qilayotgan pro firma firibgarliklari haqida katta video tayyorlangan. 41 daqiqalik videoda batafsil ma'lumot berilgan pro firmaning ishlash sxemalari haqida. Endi bu videoda bo'lsa O'zbekistonda ochilgan, go'yoki ularning aytishi bo'yicha O'zbekistonda faoliyat yuritadigan pro firma bor ekan va o'shani biz obzor qilib beramiz. Aniqroq aytadigan bo'lsak, bu pro firma firibgarlikka ancha yaqinligini va ishlash mumkin emasligini, umuman olganda bu sayt egalari umuman boshqa odamligini, xullas pro firmani hamma kirdikorlarini ochib berishga harakat qilamiz. Demak, videoni boshladik. Videoni oxirigacha ko'ring. Albatta kerakli ma'lumotlar bo'ladi. Eslatib o'taman, bu videoda IFF Founding brendi, IFFfound.com ya'ni .com sayti va IFF Global nomi shunaqa ekan. IFF Global kompaniyasi haqida gaplashib o'tamiz va O'zbekistondagi o'sha bu pro firmani reklama qilayotgan treyderlar yoki pro firmani ochgan odamlarning ism familiyalari bu yerda umuman ketmaydi. Demoqchi bo'lganim, men O'zbekistonda aslida ishlamayotgan, shunchaki qo'shniroq ichida o'zbekcha bo'lgan pro firmani kirdikorlarini ochib beraman xolos. Bu yerda hech qaysi bir shaxsni tilga olmasdan butun nima deydi, ma'lumotlarni berishim mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, saytning eng tagida IFF Global LLS yozuvi turibdi. Ularning aytishi bo'yicha Dubaydan ro'yxatdan o'tgan bu pro firma haqida YouTubedan boshqa videolardan ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Instagramda reklamalar chiqyapti. O'zbekistondagi mashhur bitta treyder reklama qilyapti. Bular juda ko'p reklamaga sotilgan, ochiq aytaman, va buni mana shu video oxirigacha isbotlab beraman. Hamma kirdikorlargacha, hamma ma'lumotlarigacha isbotlab beraman. Demak, videoni davom ettiramiz. Bu yerda tayyor men sahifa qilib olganman. Bu veb-sayt emas, shunchaki dokument qulay bo'lishi uchun. Avvalambor pro firma haqida yana bir bor gapirib o'taman. Pro firmalar sizlarga orzu sotadi, ya'ni sizlar real bozorda o'z pullaringizni yo'qotgan bo'lasizlar. Juda ko'pchilik shunaqa. O'ziga dastoyniy bo'lgan, o'zi sohani yaxshi bilgan odam hech qachon pro firma sotib olmaydi. Faqat bu psixologik bosim bo'ladi. Ya'ni pro firmalar o'z kapitallarini go'yoki sizlarga tavsiya etadi. Aslida ularda hech qanaqa kapital yo'q. Aslida ular faqat imtihon, ya'ni imtihonga kirish pullaridan, ya'ni challenge pullaridan daromad ko'radi. 100% shunaqa. Men bu IFF Founding'ni, demak, boshqa videolarni ko'rib chiqdim. U yerdagi barcha ma'lumotlarni, o'sha fikrlarni o'qib chiqdim. Lekin umuman deyarli boshqacha o'zgacha narsa yo'q. Shuning uchun bu ham oddiy pro firma va pro firmalar ishlash mexanizmi bu aynan treyderlarni yutqizishiga nima deydi? 90% treyderlar imtihondan yiqiladi statistika bo'yicha. Ayniqsa pro firma shartlari bo'yicha
aytishlari bo'yicha martingale mumkin emas yoki yangiliklardan avval savdo qilish mumkin emas va hokazo. Endi lekin bu narsalarni o'zlaricha bu go'yoki nima desa bo'ladi? Stabil ishlashni yo'li yoki professional trading shunaqa bo'ladi degan ma'noda demak ular chegaralar qo'yadi. Bu chegaralar imtihondan yiqitish maqsadida qo'yiladi aslida. Xullas, pro firma haqida batafsil videoni mana shu YouTube'da yuqorisiga qo'yib qo'yaman. Ustiga bosib o'tib pro firmalar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ularning ishlash sxemasi haqida. Endi IFF Global LLC ekan. Fazasi ham bor. Bu faza nima? Free zone deydi. E'tibor bersanglar Telegram LLC faza yozuvi bo'ladi. Ya'ni Telegram ham xuddi shunaqa, ya'ni Dubayda joylashgan Telegram. Pavel Durov ham xuddi shunday. Dubayda yashaydi asosan. Lekin bularning kompaniyasini Dubayga umuman aloqasi yo'q. Buni ko'rib chiqamiz. Ularda saytlarida mana ko'rsatib qo'yilgan. Bu birinchi kirdikorlik bo'ladi. Birinchi o'sha yolg'on ma'lumot berish hisoblanadi. Mana bu nusxa oldim. Yana bir qator. Ikkalamizda Dubai reyestri bor. O'shani tekshirib ko'ramiz. O'zi linkni tayyor qo'yib qo'yganman. Mana shu Up Invest Dubai AI yozuvi. Bu Dubayning original ofitsialniy veb sayti. Demak, bu yerdan litsenziya kodini qidiradigan bo'lsak, hech qanaqa ma'lumot chiqmaydi. Buni boshqa yo'llar bilan ham qidirdim. Meydan free zonada joylashgan ekan bularni, demak, kompaniyasi aytishlari bo'yicha Dubayda joylashgan deyapti. Buni ochgan odamlar, lekin hech qanaqa ma'lumot topa olmadim. Agarda ular menga, ya'ni bizga mana shu video chiqqandan keyin shundoq ham o'zlariga aloqaga chiqqanman. Ularni o'sha QR kodi bo'ladi. QR kodini tashlab bersa, haqiqatda bu kompaniya bormi, mavjudmi, o'shani ham tekshirib chiqardik. Aslida pro firmalarda juda ko'pi realniy kompaniyaga ham ega emas. Juda ko'pi. Endi veb saytlarni tekshiramiz. Whois anaqasi bor, sayti bor, maxsus bu o'sha veb saytlarni tekshirish. Avval mana bu saytni tekshiramiz. Ya'ni Glavniy. E'tibor beringlar. Yana o'sha firibgarlikni ikkinchi nima deydi, isboti bu iff_found.com sayti. Ya'ni bu yerda domen .com bo'lib olinyapti va uz emas. Agarda men pro firma ochyapman, O'zbekiston brendi sifatida ochyapman, men uz domenini sotib olardim. Bu chunki O'zbekistonda milliy domeni hisoblanadi-da. Ya'ni .uz bo'lish kerak-da oxiri xullas. O'zi dasturchi bo'lganim uchun bu narsalar ancha yaxshi tushunaman va bu yerda .com bekorga olinmagan va shuni tekshiramiz. Xullas, Telegramga username yozadigan bo'lsangiz, kimdir o'sha do'stingizning username'i Abduqodir 85 va hokazo raqamlar bo'lishi mumkin-da. O'shani yozsangiz, o'sha odamni profili kelib chiqadi. Endi veb saytlarni ham sodda tilda tushuntirsam, o'zining profili bor. Mana ifffound.com saytga mana shu saytning linki bu yerda ma'lumotlar berilgan. O'zlari seni qaytadan tekshirib ko'rishingiz mumkin. Organizatsiya IFF yozilgan xolos. IFF Global LLC emas. Endi e'tibor beringlar, San Fransiskodan ro'yxatdan o'tgan. Dubay bilan umuman aloqasi yo'q bu kompaniyani. Shunaqa. Endi ikkinchisini tekshiramiz. Nimaga ikkinchisini tekshiramiz? Chunki bu yerda veb sayt ham ikkita aslida. Bu prosta landing page. Bular bizga go'yoki o'zbekcha mana bunaqa nima deydi? So'zlar qo'shib, saytni o'zini o'zbekcha chiqarib qo'yib, xuddiki o'zbek prop firmasi degan narsani o'qitirishga harakat qiladi. Endi sinovdan o'tish tugmasini bosadigan bo'lsak, e'tibor beringlar. dashboard.iff ya'ni 2ta f found.com e'tibor beringlar, sayt o'zgarib ketdi. Bu boshqa sayt.
Bu yerdagi ma'lumotlar esingizda tursin. San Fransiskodan IFF. Endi ikkinchi tekshiruv bu ya'ni original saytga o'tyapmiz. Ya'ni bu aslida soxta, prosta bu landing page bo'lib qolgan. Mana bu sahifa bizda landing page. Dasturchilar shunaqa tushunadi, landing page deb ataladi. Endi ichkariga o'tadigan bo'lsak, bu o'sha original sayt. Ya'ni pullarimiz, imtihon pullari original ketadigan joyi. Endi mana shu saytni tekshiradigan bo'lsak, bu yerda ham hech qanday ma'lumot yo'q. Endi bularni nimaga ko'rsatyapman? Bu o'sha veb saytlarni demak xavfsizlik bo'yicha tekshiruv desa ham bo'ladi. Ya'ni siz qaysidir veb saytga kirdingiz, u yerda nojo'ya narsalar bor. Misol uchun diniy, ekstremistik g'oyalar yoki pornografik videolar bo'lsa va o'sha narsani to'xtatish harakatida bo'lsangiz yoki davlat tomonidan, jamiyat tomonidan yoki o'shanaqa tashkilot tomonidan to'xtatilmoqchi bo'lsa, o'sha saytni mana shu domenlar tekshiriladi. Shunda organizatsiyasi chiqadi, ya'ni kim tomonidan bu sayt yuritiladi. Bu yerda xavfsizlik uchun berkitilgan deyapti. Ma'lumotlari ro'yxatdan o'tish kontaktlarida. Endi organizatsiya eng qiziq joyi bu Knock who is not there LLC. Bu nima degani? Xullas bu xuddi haligi amerikalik bolalarda o'yiniga o'xshaydi. Knock dedi, who is desa hech kim yo'q degan ma'noda. Bu narsa WordPress sayti tomonidan yaratilgan kompaniya. Bu kompaniya mana bu yerda yozilgan. Bu kompaniya demak hazil tariqasida yaratilgan va muallifni yashirish maqsadida yaratilgan. Asosan blog saytlari uchun. E'tibor beringlar, ifffound.com sayti blog sayti emas. U founding sayt, pro firma. Bu yerda bo'lsa blog WordPressda o'z shaxsiy blogingizni ochyapsiz, lekin o'zingizning ma'lumotlaringizni yashirmoqchisizda, o'shanda shu narsadan foydalansangiz bo'ladi va bu narsadan pro firmalar unumli foydalanadi. Shuni evaziga mana yozib qo'yilgan Mat ismi juda ham Met o'qiladi adashmasam. U yog'i shunaqa ekan ismi. Izlandim. Xullas bu kompaniya bo'yicha ham bu hech qanday javobgarlikni o'z bo'yniga olmaydi. Bu shunchaki o'sha domen registratsiyasi uchun va WordPress sayti uchun beriladi. Va bu narsa aslida jiddiy shubha tug'diradi. Chunki bu moliyaviy saytni bunaqa nomlab qo'yish mumkin emas. Endi bularni nimagani aytaman. Birinchidan yuqorida aytganimdek, bizga landing page beryapti va ishonchimizga kiryapti va ichkari kirganingizda bu yerda asosiy prop hisobni sotib olasiz, umuman boshqa saytga va ularni ismlari chiqmaydi. E'tibor beringlar. Bu yerda o'sha reklama qilayotgan trader ham, bu narsani go'yoki O'zbekistonga olib kirgan trader ham yo'q, bu yerda hech kim yo'q. Agarda siz muammoli holat bo'lib qolsa yoki bo'lgan-ku avval, misol uchun kimda MyFFmi shunaqa profilmi bo'lgan 4-5 yil avval, 3-4 yil adashmasam, shu profilma demak yopilib ketgan. Kanadada pullar, Amerikadami, Kanadada pullari muzlab qolgan, bankdagi hisob raqamlari shuni ortidan yopilgan va odamlar bu kompaniyani topib olgan. Misol uchun, chunki ular chestni ishlagan, mana bunaqa firibgarlik yo'li bilan ro'yxatdan o'tishmagan saytlardan. Endi dasturchi sifatida aytadigan bo'lsam, mana shu saytlar demak iff_founding sayti, demak bizda wix.com dan ro'yxatdan o'tilgan. Wix.com nima bu? Oddiy veb saytlarni yaratuvchi, как usta desa ham bo'ladi va bu usta arzon garov usta bo'ladi. Noilojlikdan ishlatiladigan narsa aslida bu. Ya'ni bu kichik bizneslar, veb saytlar, kichik landing page'lar tayyorlash uchun ishlatiladigan demak konstruktor hisoblanadi. Veb sayt konstruktori va ular shunchaki mana shu yerdan sayt ochib qo'yapti. Pro firma uchun bu to'g'risi juda ham nima desa bo'ladi?
katta loyiha uchun bu judayam kichkina demak yechim bo'ladi. Va hech qaysi firma men bilaman bunaqa narsadan ro'yxatdan o'tmagan. Ya'ni bunaqa holatda saytlarni ochishmagan. Ya'ni ro'yxatdan o'tasiz, dasturlashtirib bilishingiz shart emas, sun'iy intellekt bilan ham ishlashingiz shart emas. Bu yerda o'zi tayyor shabloni bor va bular mana shu shablonni mana bu landing pejda tayyorlashgan. Oddiy shablon bilan. O'ziz ham osongina yozib mana bu yozuvlarni rasmlarni qo'yib chiqishingiz mumkin. Bu juda ham oson. Endi buni ko'rib chiqdik. Asosiy sayt bo'lsa, yuqorida aytganimdek WordPressda tuzilgan. WordPress asosan bu ham nisbatan soddaroq saytlar uchun, lekin wix.com dan sal obro'si yaxshiroq. E'tibor bering, sizni pullaringiz qandaydir WordPress yoki wix.com da yasalgan sayt ichida turadi. Bu juda ham og'riqli nuqta va bu narsalarni endi savol tariqasida berdim mana shu firmani ochgan odamga. Aslida ochgan odam umuman boshqa odamlar. Buni video davomida tushuntirib o'taman, aytib o'taman. O'zbekistonda shu firmani go'yoki men ochdim deb vaj bilan chiqayotgan odamlarga aytyapman. Birinchi savol bu nima uchun founding mana shu sayt, aniqrog'i mana bu sayt ifffound.com sayti nima uchun sizni nomingizda emas yoki tashkilotingiz, MChJ yoki boshqa jismoniy shaxs bo'lgan taqdirda ham nima uchun sizni nomingizda emas? Yoki o'sha IFF Global kompaniyasi nomida emas. Ya'ni mana bu yerda tekshirganimizda IFF Global bo'lib chiqishi kerak edi. Endi o'sha Meydan Free Zona, ya'ni Dubayda joylashgan o'sha veb-saytlar, tashkilotlar uchun, asosan IT kompaniyalar uchun ishlaydigan, onlayn shoplar uchun ishlaydigan, demak, asosan virtual ofis hisoblangan Meydan Free zonasi bunaqa saytni mana bunaqa holatda qabul qilmaydi hech qachon. Chunki bu yerda ular tekshiradi, tekshirganda bu yerda qandaydir begona kompaniyalar emas, IFF Global LLC FZ yozuvi turishi kerak bo'ladi. Demak, bu kompaniya ham mavjud emas. Bularni barchasini men Instagram orqali mana shu saytni go'yoki chiqargan odamga yozib chiqdim, hammasini tushuntirdim. Bittasiga ham javob ola olmadim. Nimaga sayt o'zlaringiz nomingizda emas? Endi men tushuntirib beraman. Bu narsa demak hamkorlik dasturi deyiladi. Hamkorlik dasturini yuqoriroq cho'qqisi desa ham bo'ladi. O'zi bu sayt amerikaliklarga tegishli, Amerikadan ro'yxatdan o'tgan. Endi bu sayt nima uchun xizmat qiladi? Ular o'zlarining shaxsiy brendi yo'q. Shunchaki ular qobig'idan asosiy saytni qilib tayyor qilishgan va prob hisoblarini berishda reja qilishgan. Endi bularga qaysidir mana shunaqa O'zbekiston, Qirg'iziston kabi davlatlarda endi trading kirib kelgan, o'sha moliyaviy savodxonlik, internet xavfsizligi bo'yicha savodxonligi past bo'lgan davlatlarga o'z xizmatlarini taklif qilishadi va ular aytishadiki, mana firmalar bor, FTMO, boshqa Founding Next. Sen ham O'zbekistonda o'zbek tilida firma och deydi. Men ochib beraman deydi. Va ular ochib bergan. Shuning uchun bu firma, bu sayt ularning nomida emas. Bu shunchaki qo'g'irchoq, ya'ni O'zbekistondagi o'sha bu firmani reklama qilayotganlar shunchaki qo'g'irchoq. Endi juda ko'pchilik firma sotib oling, ya'ni imtihonlardan challenge sotib oling deyshadi. Buni asosiy sababi o'sha nima deydi? Reklama, ya'ni imtihonga to'langan pulning 20% yoki 15% o'tadi. Bu har bitta firmada bor. Ya'ni odam jalb qilish uchun. Bu yerda bo'lsa qanaqadir ichki dogovor bor. O'zlari dogovor qilishgan. Shuning uchun bularning asosiy sayti boshqa, glavniy sayti boshqa. Buni yana bitta isboti. Endi men dasturchi bo'lganim uchun asosan shu tomonlama ochib beryapman. IFF Found mana bu yozuvlarni olib tashlaymiz. Bu glavniy, demak,
domen hisoblanadi. Hello World yozib chiqyapti. Welcome to WordPress. Mana gapim juda ham to'g'ri. Bu yerda blogging yuritasiz deyapti. Asosan blogging yuritish uchun birinchi postni joylashtiring deyapti. Xullas bu yog'i ishkal. Shunchaki WordPressda tuzilgan sayt. Bu juda ham pro firma uchun eng bo'lmag'ur yo'l, eng ko'nchinli yo'l desa ham bo'ladi. Mana o'zi aytib turibdi, ya'ni WordPress orqali tuzilgan deb. Endi bular qanday bu narsani tayyorlashdi? Uzr. Mana shunaqa sayt bor. Nomi juda ham uzun ekan. Xullas bu sayt haqida mana bu videoda batafsil gapirib o'tganman. Yana bir qator to'xtalib o'tishga to'g'ri kelyapti aynan shu mavzuda. Endi siz ham xuddi o'sha qo'g'irchoq treyderlar kabi profilni ochmoqchi bo'lsangiz, sizlarga ya'ni O'zbekistonda profilni ochmoqchi bo'lsanglar, sizlarga zo'r mana yechim. Bundan ko'ra yaxshiroq variant. Demak, bu sayt, bu kompaniya demak pro hisoblarni ya'ni pro firmalarni ochishga yordamlashadi. Bu как servis. Mana shu servis orqali sizlar bemalol o'z pro kompaniyangizni qursangiz bo'ladi, bemalol. Bu yerda mana safety pro firmalar, kripto pro firmalar bor, futureslar bor. Misol uchun eng qizig'i sport pro firmalar, ya'ni sport nima u? O'sha Adinxpetni pro firmasi. Bu yaqinda avj oladi. Men bunga kafolat beraman, ayniqsa MDH davlatlarida. Ya'ni ular endi qumor o'ynab shuncha pulingni yo'qotdingmi? Endi sen zo'r analitik bo'lsang deydi. Bizning saytdan ro'yxatdan o'tib, demak hisob sotib ol, imtihon, challenge sotib ol. Challengedan o'tadigan bo'lsang, ya'ni 10 ta 20 ta futbolga pul tikasan, o'sha shartlarni bajarsang, senga realni hisob beramiz o'shanda deydi. Bular bo'lsa sport pro firmasi hisoblanadi. Mana bu yerda hamma ma'lumotlar bor, dokumentatsiyasi bor. God Founded Trade, Bind Trading Journal, MetaTrader bor ekan, qizig'i, malades, lekin bularda MetaTrader yo'q. Shu akalarga mana tayyor yechim, agarda bundan xabardor bo'lishmasa, o'zlariga aloqaga chiqib shunaqa ochib olsa ham bo'lardi. Lekin adashmasam, kompaniya name, adashmasam bu yerdan ochiladigan bo'lsa, o'sha IFF Global firmasi realniy bo'lishi kerak bo'ladi. Men bu narsani shunchaki to'qib chiqargan yo'qman. Men bu narsani aynan so'radim. Mana shu sayt egalaridan nimaga kompaniya nomi yozilmagan. Endi holat bo'yicha yana o'sha gaplar bu yerda yozib qo'yilgan. Demak, shartnoma bo'yicha bu yerda saytning o'zida har bitta pro firmani demak shartlari bo'ladi. Keling, o'sha joyiga kirib chiqamiz. Uzr. Demak, pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda shunchaki xavfni oshkor qilish bo'yicha shunchaki qisqaroq bitta oddiy gaplar. Va bizning firmamiz biz haqimizda degan joyga kiray. Dubayda joylashgan deyapti. Lekin qayerda? Mana Dubayda o'sha realniy manzil yo'q. Mana bu yerda mana manzil yo'q. Qayerda joylashgan? Biz qayerdan bilamiz? Misol uchun men ertaga Dubayga borib qolsam, misolda qayerda joylashgan? Aslida mavjud emas IFF Global. Endi agarda sayt qo'qqisdan to'xtab qolib, yopilib ketsa, bular o'zlari ham topolmaydi bu odamlarni. Eng qizig'ida, chunki boshqa saytga yo'naltirilyapti. Bular o'sha demak hamkorlik dasturi asosida ochilgan firma. Nima ham deymiz? Endi shartlar va qoidalarga kiradigan bo'lsak, juda ham o'zbek tilida sodda yozib qo'ygan, lekin baribir ingliz tilida yozish kerak bo'ladi. Mana shu joyda tilni o'zgartirsak, ingliz tilida to'liq shartlarni mana ingliz tilida yozgan. Xuddi mana shunday tarjima qilib qo'yib qo'yishga eringan shu joyda. Qaysi dasturchi qilgan bo'lsa ham
bilmadim. Mana shu saytda demak shartlar yozilgan. Ingliz tilida eng qizig'i, buni bemalol ChatGPTga tashlab, o'zbek tiliga o'girib tushunib olishingiz mumkin. Men eng qiziq joylarini, eng kerakli joylarini sizlarga aytib o'taman. Demak, shartnomada to'lovlar ixtiyoriy deb yozilgan, ya'ni ular to'lamaslik huquqini o'zida saqlab qolgan. Ya'ni ular xohlasa to'lamayman degan shartnomada. Buni bemalol mana ochiq manba, shuni o'qib chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni Google tarjimonga o'sha sun'iy intellektga tashlab. Ayni bu haqida gapirib o'tdim. Ayo adashmasam gapirmayapman, o'sha Meydan Free zonasi faqat ofis xizmatini taklif qiladi ekan. Real moliyaviy institut bo'lish uchun DFCI litsenziyasi bo'lishi shart. Bu yerda ham u ma'lumot yo'q. Har qanday kelishmovchilik, har qanday muammoni Dubay arbitrajida ko'rib chiqish mumkin deyilgan shartnomada, mana shu joyda yozilgan. Lekin e'tibor bering, men qidirib ko'rdim, Dubayda sudlashish uchun qancha demak mablag' ketadi. Bu 10 ming, 20 ming dollar ekan va agarda siz sudda yutib chiqsangiz ham, siz ataga o'sha deylik imtihonga to'lagan pulingizni qaytarib olasiz. Ya'ni imtihon 100 dollarlik hisob oldingiz. Shuning uchun siz 10 ming dollarlik sudlashmaysiz. Misol muammo bo'ladigan taqdirda ham. Bular atayin shunaqa narsa qilishgan va mana shu ma'lumotlar o'zbek tilida emas. Endi support va admin panel haqida ham aytib o'tsam, bularda support umuman 0, chunki mana shu video chiqarishimdan oldin menga bitta odam yozdi. Ularda shunaqa mana shu videoni chiqarishimdan avval menga bitta odam yozdi. Uni aytishi bo'yicha support yozgan, ular hal qilib bera olmagan va ular javob kutishini so'ragan va ular ham javob kutayotganini aytgan. Ya'ni chetdan javob kutayotganini, ya'ni ular javob bersa, keyin sizga o'sha javobni aytamiz degan ekan. Bu ham kimlargadir xizmat qilayotganini bildiradi. Ya'ni bular shunchaki qo'g'irchoq kompaniya hisoblanadi. Umuman olganda pro firmani o'zi ham umuman firibgarlik hisoblanadi aslida. Faqat qonuniylashtirilgan, O'zbekistonda qonuniy bunga hech narsa yo'q. Ya'ni O'zbekiston qonunchiligida bunday saytlarga hali pro firmalarda hali me'yoriy hujjatlar yo'q. O'zi tradingga ham deyarli yo'q-da, misol. O'sha trading kompaniyalar Instagramda ko'rayotganlaringiz juda ko'pi ro'yxatdan o'tgan YTT bo'lib, o'sha o'quv markaz sifatida ro'yxatdan o'tgan juda ko'pi o'quv markaz. Bu oddiy anaqa bo'ladi. Va moliyaviy jihatdan adashmasam faqat Uranusda shu narsa bor. Ya'ni dokumentalniy to'g'ri ishlaydigan. Qolganlarini bilmadim. Ayniqsa mana bunday founding pro firmalari umuman ko'rib turibsiz, hamma yoq to'xta bo'lib yotibdi. Endi nima sababdan ishlamaslik kerak? Buni yana aytib o'taman. Ular sizlarning ma'lumotlaringiz asosida endi nima uchun ishlamaslik kerak, buni ham aytib o'taman. Ular sizlarning yiqilishingiz asosida, demak, daromad ko'radi. Ya'ni siz hisob raqam sotib olasiz, yiqilasiz. Yiqilganingizdan keyin demak, pullaringizni qaytarib berishmaydi ular. Ular shundan tirikchilik qiladi va qolgan hamma gapi demak prosta yolg'on. Chunki men bu adminlar bilan rosa gaplashdim. Bironta bir tuzukroq ma'lumot ololmadim. Ya'ni avvalambor o'sha saytni birovning nomidaligi. Endi saytni ham bir qator ko'rib chiqamiz. Eng muhim joyi qoldi. Login qilamiz. Men avval ro'yxatdan o'tganman. Agar bloklab qo'yishmagan bo'lsa, yo'q, bloklanmagan adashmasam. Va muhim joyi yana bir aytib o'taman. Demak, menga farqi yo'q, xohlagan ma'lumotni kiritib, yozib tashlayveraman. O'zim ma'lumotim ekan, mayli.
Demak, prop shot olish uchun to'lovga o'tdik. To'lov haqida gaplashamiz endi, chunki bu judayam muhim. Demak, kripto orqali to'lov qabul qilishayotgan onlayn paymentni bossangiz, bu boshqacharoq to'lov, ya'ni karta orqali to'lov qabul qilishadi. Lekin degan joyi bor. Uzcard va Humo bo'yicha lekin Uzcard va Humo bo'yicha ham e'tirozlar bor. Mana misol uchun $62 to'lashim kerak ekan. Pay $62 yozadigan bo'lsam, bu yerda boshqa saytga yo'naltiradi tabiiyki. Ya'ni to'lovni demak mana bu sayt qabul qilib oladigan. Endi e'tibor beringlar, любой bank deb yozib qo'ygan. Bu yog'i o'zbekcha bo'lib ketibdi haqiqatda. любой bank orqali yoki Click yoki Payme. любой bankni bosamiz va confirmni bosamiz. Demak, bizda 779 ming to'lov qilishimiz kerak. Endi e'tibor beringlar, Otajonova Odinaxon ismiga karta ochilgan o'sha odamga pul tashlab berishimiz kerak va uni skrinshotini yuborib, demak, paymentni complete qilishimiz kerak, ya'ni to'lovni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Lekin nimaga birovni ismiga, birovni anaqasiga? Bu narsa nima uchun kerak? U o'sha mana shu prop firmani maqtayotgan odamni kartasiga emas eng qizig'i. Yoki boshqa haligi IFF Globalni hisob raqamlariga emas. Bu P2P orqali ishlaydi. Demak, bunaqa kartalar O'zbekiston bozorida, ya'ni O'zbekiston qora bozorida bor. Qora bozorda aylanadi. Banklarda e'tibor bergan bo'lsanglar, bitta o'zicha krutoy bitta odam bankning yonida, ko'chani narigi betida turadi-da, bank ichkariga kirib odamlar karta olib chiqib, uni qo'liga berib, qo'lidan 50 ming so'm, 100 ming so'm atrofida pul olib ketadi. Ya'ni bu afsuski oramizda bor va bu narsa noto'g'ri aslida. Va siz agarda prop hisob raqamini Uzcard yoki Humo orqali olsangiz, Otajonova Odinaxon kabi insonlarga pul tashlaysiz. Mana ko'ryapsizlar, asosan ayollar chiqadi. Pul jo'natganingizdan keyin sizda muammo bo'ladigan bo'lsa saytda, siz ichki ishlarga murojaat qiladigan bo'lsangiz, Otajonova Odinaxonga boradi. Ya'ni bu bank ma'lumotlari asosida va bu insonni umuman xabari yo'q bu ishlardan. Qanday tushundinglar endi? Ya'ni bular har tomonlama mahsulotni o'zidan olib qochyapti. Har tomonlama bularning kompaniyasi mavjud emasligi, har tomonlama to'lovlarni o'zlari qabul qilmaslikka harakat qilishadi. Va ularda admin panel ham yo'q. O'sha muammo uchragan tanishimdagi holatda aytishlari bo'yicha ular o'sha yuqoridan javob kelsin deyishgan, ya'ni ular faqat yuqoriga bog'lanib qolgan. Bu xuddi haligi SR davridagi o'sha sovetparast otaxonlarga o'xshaydi, ya'ni amaldorlarga. Yuqoridan javob kelishini kutadi. Xuddi shunaqa narsa. Tarixiy jihatdan o'xshatadigan bo'lsak, tarix bilan solishtirsak, tradingni xuddi shu narsa bo'lib chiqyapti tagi. Shuning uchun aytaman, o'z aslida pro firmalarda ishlash yaxshi emas, yaxshi fikr emas. Hozir siz boshqa fikrda bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Bu videoni aynan siz kabi insonlarga tushuntirishga harakat qilish uchun oldik va bundan keyin ham yana video olamiz, chunki bu albatta kerakli mavzu. Albatta bu mavzuni biz Instagramda ko'tarishimiz kerak, YouTube'da ko'tarishimiz kerak bu mavzuni va agarda sizda shunga o'xshash muammolar, pro firmalar bo'yicha fikrlar bo'lsa, albatta kommentlarga yozinglar. Men albatta sizlarga barcha kommentlarga javob berishga harakat qilaman. Adminlarga yozsanglar, adminga bog'lanadigan bo'lsanglar, muammo bo'ladigan bo'lsa, buni texnik jihatlarini ham ko'rib chiqamiz. Aynan IFF Founding sayti bo'yicha fikrlar bo'lsa ham albatta eshigimiz ochiq. Adminlar bilan gaplashganmiz. Mana shu video olishdan avval ham demak, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar. Bir-birimizda xafagarchilik bo'lmasin. Imkon qadar biz pro firmalarga qarshi turaveramiz. Pro firmalar esa o'z bilganlaridan qolishmayapti, qachonki shu to'xtamagunicha.
Sizlar bilan takrorlanmas robotlar kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.